Hurmatli obunachilar, mana bitta suv uchun to'xtaganda bizani odamlar urab oldi. Xudo xolasa apamizga bitta pasport evaziga davlat ishda ishlaykan. Chiroyli narxlarga kelishtirib telefon qilib beryapmiz mana, yangi telefon. Apamiz telefon olganlariga barobar aylantiradi. Xohlasangiz aylantirmasdan turib 100 ming qo'shib beramiz agar aylantirmasangiz. Aylantirasiz. Aylantirsangiz balkim 50 minglik narsa chiqar, balkim 500 minglik, balkim 1 million. Qaysini tanlaysiz? 100 ming so'm taklif qilaman xohlasangiz. Bo'lmasa aylantirasiz. Mana telefonlaringiz apa. Obuna bo'lib qo'yinglar, mobilka katta qo'rg'on. Apa aylantirasizmi? Aylantiramiz. Nima sovg'a chiqsa o'zingizga. Nima aylan? Xohlaganingizni oling. Mana shuni. Ikkitasi bo'ladimi? Yo'q, bitta Bitta olasiz. olish imkoniyati bor. Yıkıldı. Bizim madad ber. Oching endi shuni. Qanday ochiladi? Bering. Buni ishlang. Ko'rsatamiz. Yana bitta telefon chiqdi. Apa 50 ming so'm pul chiqdi. Eh, Shu 100 ming taklif qilib siz olishingiz kerak-da shuni hozir. Aytdilar 100 ming, 50 ming so'm ham chiqib qolishi mumkin. Birdan beramiz. o'zi hammalar 50. Bismillah. Apa 50 ming so'm. 50 ming so'm haqqoniy. Endi men to'y gapirib bering. Qani o'yinlarimiz haqida, do'konimiz haqida, telefonlar haqida. Sizga yoqdimi bu? Gapiraman. Mana haqiqiy o'yin ekan. Telefon yaxshi. Telefon oldim, 50 ming pul chiqdi. Hammaga taklif qilaman. Yaxshi o'yin ekan, haqqoniy. O'ynayingizlar. Agar apa ana sizni ko'rib shu mahallada odamlar bizani chaqirsa agar skitkasi bilan biz yana albatta kelamiz. Har haftaga Nurobodga o'z zakasidan ketayotgandik. Kuzatib borasizlar, biz kelamiz.